Kat yo'lni boshida olganingizda rasxoti zo'r, keyinchalik rasxot ko'payishni boshladimi? Demak, siz uni tozalamayapsiz yoki noto'g'ri tozalayapsiz. Bugun sizlar bilan to'g'ri tozalashni ko'rib chiqamiz. Ya'ni, birinchi navbatda o'sha yuqoridagi qavatini ochib turib, eng katta qilinadigan xato oddiy lattani olib artiladi. Bu eng katta xato. O'zini komplektda chiqadigan maxsus tortqichlar bor. Birinchi navbatda tortqichlar yordamida to'planib qolgan kukunlarni olib tashlaymiz. Ya'ni ko'mir baribir uchib ozgina bo'lsa ham chiqindi to'playdi. Shularni oldin olib, keyin lattada artishlik kerak bo'ladi. Undan keyin garilka atroflarini ham yaxshilab artib, ayni mana bu teshikchalarini urib ochib chiqish kerak bo'ladi. Ya'ni bular dimlanib qolsa, havo yaxshi aylanmaydi va o'z-o'zidan bu sizni ortiqcha yana oz bo'lsa ham rasxotingizga sabab bo'ladi. Undan tashqari garilkani pastki qismida havo aylanishiga javob beruvchi maxsus tizimlar bor. Aynan bularni ham o'sha maxsus tozalovchi tortqichlar bilan yaxshilab tozalab olishingiz kerak bo'ladi. Va shinikida ham ko'rib turganmisiz, bunker tagida o'zi maxsus ochiqchi bor. Tortib olib, ichini ham bitta tozalab olasiz. Bu tozalashlarni iloji bo'lsa erinmasangiz, har 10 kunda yengil bajarib tursiz. Sizni yangi zavoddan qanaqa chiqqanda rasxot qilib turgan bo'lsa, bundan keyin ham xuddi o'sha rasxotida davom etadi. Bizga obuna bo'lishni unutmang. Nur Texnik Group sizni hamisha qishni sovuqlaridan ishonchli va arzon himoya qiladi.